Uyga sifatli travertin qilish nech pulga tushyapti do'stlar? Eng qizig'i mana shu uyimiz 230 kvadrat bo'ladi. Eng qizig'i endi siz kvadratiga pul to'laysiz, bo'ldi. Ustiga uni olib, buni olib kelib esdan chiqarasiz. Faqatgina sizdan talab qilinadigan narsa yeb ichishini qilib bersangiz bo'ldi. Eng qizig'i bunimiz tomchi fason bo'ladi, bunimiz bo'lsa boshqacha fason bo'ladi. Buni zo'r tomoni do'stlar hamma biladi, 15 yilga garantiya super mo'yshi bo'ladi. Endi gapni usta akamizdan olmaymiz, uyda egasidan to'liq ma'lumotni olamiz. Bu bolani hamma yaxshi taniydi, ya'ni Siddiquz, Abubakir Siddiq deyishadi ko'pchilik. Siddiquz kanalini, ya'ni admini ham egasi bo'ladi. Abubakir, xolisona fikr bering, to'g'risi. Assalomu alaykum, hurmatli Foyda.uz muxlislar, ya'ni kanalni podpischilar, obunachilar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Biz o'zimiz mana shu travertinni reklama qilib yurardik, o'zimizni uyimizga ham foydalandik. Mana xudo xolasa endi sizlarga hamma to'liq obzorni qilib beramiz. Qisqa lo'nda bo'ladigan gapni gapirib beramiz. Qanaqa devorga bo'ladi, qanaqa devorga bo'lmaydi. Xo'p. Bu tashqi devorimiz, fasad uyning общий kvadrati 230 kvadrat bo'lgan. Uyning ichi bilan bo'lgan. Uyning ichi bilan tashqi fasad, darvozan hammasi bo'lib 230 kvadrat bo'lgan. Xo'p, bu tomchi fason bo'ladigan bo'lsa, bu o'rtalari, arkalari, ya'ni marmarino fason bo'lgan. Eng zo'ri o'zi marmarino. Trenddagi. Men o'zim hammasini ko'rib yuraman. Marmarino tinch, zo'ri, ham chiroyli turadi, kechqurun yoki kunduzi quyosh tushganda ham juda ham yiltirab, chiroyli bo'ladi. Xo'p. Endi sizlarga bitta plus tomonini aytib beradigan bo'lsam, mana bu tomonda bizda suv uradi, ya'ni yomg'ir yoqqanda nima remont bo'lsa rasvo bo'lib ketadi aka. To'g'ri. Mana bu qo'shnimizga e'tibor bersangiz, mana qo'shnimiz ham umuman remont qilmaydi. Nimaga? Foydasi yo'q-da. Mana suv ag'da o'zida turaveradi. Suv ag'da o'zida turgan. Suv ag'da bo'lmasa o'ziga yarasha sharoiti bor, hamma yo'q, yaxshi qilishga qurbi yetadi. Faqat endi mana bu travertin qiladigan bo'lsa aka, travertin qilgan, lak bo'lgan, jemshuk bo'lgan, hammasi yaxshi. Xudo xolasa suv urganda ham suv yumalab tushib ketaveradi. Xo'p, necha sloydan bo'lgan? Xo'p, batta hozir endi travertinda aka misol uchun eng arzoni 8 dollardan 12 dollar, 14 dollargacha bo'ladi. Endi uni nimasiga qarab turib, pog'onasiga qarab turib chiqaveradi. Materialga qarab turib chiqaveradi. Endi batta hozir bizga 10 dollarligidan bo'lgan, menga 10 dollarligidan qilib berishdi. 3 sloy travertin tortilgan. 1 sloy jemshuk, 1 sloy lak qilingan. Lakning vazifasi o'ziga suv olmaydi, jemshuk vazifasi yaltirab, ichida yaltiroqlari bor, kechqurun yo nur tushganda, boshqa bo'lganda chiroyli bo'lib blesk beradi. Zo'r beradi. Lekin ko'z charchatmaydi. Ko'z charchatmaydi aka, tana aka, xudo xolasa mana oppoq. Keyin yomg'ir yoqqanda ham mana yomg'ir yog'ay 3 kun 4 kundan beri yomg'ir yog'ayotdi, lekin mana dog' bo'lgan, boshqa bo'lgan hamma joyida karsillab bemalol hozir ichkarida ham shlankadan suv bor. Uramiz, ko'rsatamiz obunachilarga. Bundan tashqari yana bitta narsani ko'rsatib qo'yay aka, men o'zim shuncha ishlab chiqarishda, remontlar chiqarib yuramiz. Mana sokil qismiga bitta narsasiga e'tibor berib qo'yasizlar akalar. Mana mana shu joyda, imminda mana shu joyda ko'pchilik sokil qiladiganlar mana shu joyini ya'ni tekis qilib qo'yadi. Tekis qilib qo'ygandan keyin suv turadi albatta. Suv turgan joyda aka, hatto sekin o'shni boshlaydi. Ya'ni g'isht bo'lsa, remont bo'lsa, o'shni boshlaydi. O'sha sokil qilayotganda iloji boricha mashinani sal uklon qilib qo'ysalaring, shu duoldan tushgan suv sekin sig'anib tushib ketaveradi. Life bu. Life ham bo'ladi. Keyin mashina sig'anib tushib ketaveradi. Mana shu duol tagi uzoqqa yetib boradi. Ko'pchilik travertin qilishadi, boshqa qilishadi. Mana shu joyi tagi o'lib ketadi, boshqa bo'ladi. Mana hisobiga suv turganning hisobiga. Suv hamma narsani yemiradi. Agar suv turib qolsa yemiradi. Bunda suv turmaydi, suv sig'anib ketadi. To'g'ri. O'shasini hisobga olib qo'yasiz. Demak, balki hozir 10 dollarligidan bo'lgan 3 sloy travertin, 1 sloy jemshuk, laki bo'lgan. Oldingi devori batta vadim o'tsa qilingan oddiy devor bo'lgan, shirinib ketavergan, boshqa bo'lgan, tushib ketavergan. Yomg'irda hisobiga jonga tekkanda aka. Endi o'shani oxiri mana shu travertinni to'xtadik, o'zimiz qildirdik, boshqa qildik. Mana odamlarga ham qo'rqmasdan tavsiya beraveramiz aka. Xudo xolasa bu reklama emas, sizlar uchun tavsiya. Men o'zim qilib berdim, xudo xolasa chotki bo'ldi. Xudo xolasa. Endi bitta uyning ichini ko'rsa, 130 kvadratga chiroyli qilib. Necha kunda qilib berishdi bu aka? Uyning ichini so'killarni endi qilishadi, so'killarni endi qilish, so'kil bitmagan ba'zi bir joylari. To'g'ri. Endi bu tomonlarni kroshcha qilganmiz, 3-4 joyni qilgan edik. O'shanga bo'yab beriladi. Bu ham o'sha tomchi fasonda yonga qilingan. Tomchi fason pastga bo'ladi. Buni endi pastga ichkarida gul qilingan fason bo'ladi. Gul qilingan fason. Mana bu tomoni mana shu o'sha marmarino qilingan, boshqa chotki bo'lgan aka. Zo'rlasa. Ko'ryapsizmi? Yaltirashini ko'rsatsangiz. Mana avtoda boshqacha turadi. Avtoda ko'riladi, yaltirashni bo'yab beradi. Yaltirlab, ya'ni yaxshi turadi. Ya'ni oq uy bilyapsizlar, trendga chiqadi, oq svetda yaxshi turadi. Hozir mana suvni yoqaman. Yuzni kattaroq ko'rsatadi. Suvni yoqib mana ko'rsatamiz. Joy kadr qilib, xudo xolasa mana yoqishdi.
Mana aka. Soqol bitta sachib, xudo xolasa bitta ko'rsatib bersangiz. Ana do'stlar. Mana. Ahamiyat bersalar, mana suv turgani yo'q. Mana. Videoda bilanyaptimi yo'qmi? Suv turgani yo'q. Bo'ldi, zo'r. O'chiraveringda endi. Xudo xolasa bemalol loy bo'lsa, loy bo'lganda ham qanaqa aka? Loy bo'lganda ham haligi ko'pchilik ishqalab yuvmaydi-da buni. Oddiy machalka, mashinani yuvadigan machalka bo'ladi-yu, machalka. Ehtiyotini olib. O'shani ustiga sal ozgina Gel. ishtovoq yuvadigan gelni sal cho'pirtirib turib, o'sha joyini yuvsak Ketadi. turmaydi bunda. Nimaga bunda jemshik bor, lak bor. Lakni hisobiga lakni yaxshisini ishlatishadi. O'sha hisobiga toza bo'laveradi. Mana hozir qancha devorga yaqinda mana qarang, suv tushib ketadi. To'ppa-to'g'ri. Xotirjam, xudo xolasa, xuddi mashina qildirishmoqchi bo'lsa 10 dollardan qilib berishadi. Buni ichiga nimalar kiradi? Usta haqqisi kiradi. Travertini kiradi ichiga. Lesasi kiradi. Tabiiyki, mana shu joygacha chiqishga lesa kerak bo'ladi-ku baribir. Iloji. Lesasini ham o'zi olib keladi. Usta haqqi, travertin, xullas hamma yo'g'i 1 kvadrat mana. 100 ga 100 joy 1 kvadrat bo'ladi. 100 ga 100 joy 1 kvadrat bo'ladi. Ana shu joyiga 10 dollardan pul to'lashadi. Bo'ldi. Endi 8 dollardan qilmoqchi bo'lsa aka, 8 dollardan qilmoqchi ham hamma usta haqqisi, hamma yo'q ichida bo'ladi. Faqat travertinni 2 kiloy tortadi. Hali internetda chiqilyapti-yu 6 dollar. Aka uni misol uchun travertinning har xili bor. U ham yaxshi-yu, o'ziga yarasha uylari. Biz birov ishini yomonlamaymiz, lekin garantiya yo'q unga aka. Kim garantiya beradi misol uchun? U qani sizga u 80 mingdan travertinni qanaqa qilishadi? Bunga o'zi 3 silo travertin tortsa o'zi 15 mingdan tortgan, 20 mingdan tortganda ham o'zi 60 mingdan usta haqqi bo'ladi. Travertin qayerga ketadi? Lak qayerga ketadi? Jemshuk qayerga ketadi? Bu mantiqqa ham to'g'ri kelmaydigan narsa-ku. Bu o'sha bir silo travertin tortar. Batda endi ko'proq eski devor bo'lgan aka. Bizning uylar eski devor. Eski devorga shunchalik yana ishlov berib, chiroyli qilib qo'yildi aka. Eski devor. Yangi devor bo'lsa agar Vashyo zo'r. 0 nimadan bo'lgan bo'lsa, yo qum suvoq, beton suvoq bu 0 bo'ladigan bo'lsa aka, tekis bo'ladigan bo'lsa, yorvorishin chiqadi aka, maza qilib yuborishadi aka. Xudo xolasa tavsiya beramiz, qilishsin. Mana o'sha so'kilda ham, mana bu tomoniga ham suv turgani yo'q aka, suv quydi-yu. Suv tushib ketyapti mana. To'ppa-to'g'ri, xudo xolasa. Ashta bo'lsa, qilishsin, xudo xolasa tavsiya beramiz. O'zbekiston bo'ylab bir xil narxda eng arzoni 8 dollardan 14 dollargacha qilib berishadi. Xudo xolasa. O'zbekistonda qayerda bo'lsa ham, Jizzax, Samarqand, Voha, Vodiy, Toshkent farqi yo'q aka. Agar misol uchun har oyda bitta bechora oilaga faqat bitta oilaga mana shu ishni proyektni, ya'ni nimasi, brigadirib bitta oilaga 200 kvadratgacha bepul yig'ib beradi aka. Nimasini bepul qiladi? Usta haqqi. Agar 200 kvadrat uyingiz bo'ladigan bo'lsa, fasadingiz bo'ladigan bo'lsa, bepul yig'ib beradi. Qiynalgan oila. Hamma yo'g'i ichida. Qiynalgan oila. 10 dollardan deyapmizmi? 8 dollardan deyapmizmi? Misol uchun. 8 dollardan 200 kvadrat nechta bo'ladi? Kalkulyatorga tushsin. O'shani bepul yig'ib beradi. Faqat bir oyda bitta oilaga. To'g'ri. Telefon qilsangiz, yo sizga demaydi. Bir oy bo'ldi, bir oyda bittasini qilib berganmi? To'g'risini aytadi. Yolg'on aytishim kerak emas. Faqat odamlar maza qilsin, ishlatsin degan maqsadda bir oyda bitta oilaga qilib beriladi. 200 kvadrat ham salkam hozir 2000 da atrofida bo'ladi. 10 dollardan bo'lsa 2000 dollar bo'ladi. 8 dollardan bo'lsa nechta bo'ladi aka? To'g'ri. 1600 dollar bo'ladi. 1600 dollar bo'ladi, xudo xolasa. Ustakan duo qilishsin. Mana meniki ham chiroyli qilib berishdi. Men xursand bo'ldim aka. Xizmat bo'lsa aloqaga chiqishsin, xudo xolasa. Tavsiya berilyapti. Ular nimani hisobiga arzon qiladi? O'zi aslida 10 dollar ham arzon travertinga. Nimaga? Bular Stal travertin, ya'ni brendi bor, o'zlari ishlab chiqarishadi. Ustalar o'zidan. Hamma yo'q o'zidan. Hamma yo'q o'zidan. Mamlakatga tiyagalar o'zidan. Bu tiyagalar alohida hisoblanadi. O'shani hisobga olib qo'yasizlar. Bu travertinda o'zini aytilyapti. Mana shu travertin. Bu tiyaga alohida bo'ladi, doim. Qaysini chaqirsiz ham, qarindoshingiz travertin qilsa ham mana shu narsani pulga qilib beradi. Bu narsa pulga bino bo'ladi. Buni metrga pul bo'ladi. Pagona metrga uradi. Metrga pul hisoblanadi aka. O'shanga hisobga olib qo'yasizlar. Xudo tavsiya beramiz. Aloqaga chiqishaversin aka. Obunachilaringizga albatta foyda o'zidan oldim desa, yana ham skidka qilib beriladi. 300 kvadratdan oshiq bo'ladigan bo'lsa 15 kvadrat skidka aka, xudo xolasa. Xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.